Assalomu alaykum hammaga, bizlarni kuzatib borayotib turgan obunachilarim. Hammaga xayrli kunlar bo'lsin. Obunachilarim, men hozir Qorasuvdaman. Andijon viloyati Qorasuv shahridaman. Farruhbeyda xonadonidaman. Farruhbey xudo xolasa yangi partiya buqalar to'plab qo'yibdi. 99% Qirg'iziston buqalari obunachilarim. Qirg'izistondan o'tgan, shu yerda boqilib turgan. Yana takror aytaman, Qirg'izistonning yo'li bek ochilsa, Farruhbey yana Qirg'izistondan olib kelib sotadi. Hozir xalqqa shuni yetkazib turaylik, juda ko'pchilik so'rab oryapti deganligi uchun shularni to'plab qo'yibdi. Nihoyatda sifatlari, holatlari eng asosiysi obunachilarim, pullari yengil bo'ldi. 15-mart kunda turibmiz, hafta kuniga dushanba 2025-yildamiz obunachilar. Kelaverasizlar, donaga ham sotiladi obunachilarim. Ko'tarasiga ham sotiladi. 10 ta ham bitta qilib aytdik, 5 ta qilib aytdik. 22 ta molimiz bor. Hammaga yetadi. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar. Akalar, manzarani qaranglar. Terib qo'yibdi Farruhbey xudo xolasa. Nihoyatda go'zal. 22 dona buqamiz bor obunachilarim. Nasib qilgan 22 tasini bittadan bo'lishib olinglar. Mana. Nihoyatda go'zal. Farruhbey charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, kelin Janom aka. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshilayapsizlarmi? Ha, rahmat. Nihoyatda go'zal bular Farruhbey. Ha, aka, yaxshi. Wow, obunachilar, juda ko'pchilik istab beruvdi, xudo xolasa bugun juda ko'pchilikning ishi bitadi. Avvalo juda ko'pchilikning ishi bitsin deymiz. Mana, ko'ringlarchi bir boshdan oyoq qo'llarni. 22 dona buqamiz bor obunachilar, mana. Xo'p, bu joyda xudo xolasa o'zimizni mahalliy buqalarimiz bor, ha? Ha, ichida bor. Lekin sifatli. Sifatli, ha. Toza bo'zaklar aka. 90% Qirg'iziston desak bo'ladimi, Farruhbey? 90% Qirg'izistondan o'tganlar aka, endi hali kecha yo bugun o'tgan emas aka. Ha. Uni boshida ham aytib o'tdik, mana hozir ham aytamiz, o'tgan safar ham aytganmiz. Hozir ishlab turish uchun juda ko'pchilik so'rayapti. Shuning uchun xalqqa manfaatli bo'lsin, ham ishlab turish uchun Farruhbey aksariyati o'zi olib o'tib bergan buqalar, qaytadan olib mana xalqqa taqdim qilyapti. Sotaman deganini oldingdan. Sotaman deganini olib taqdim qilishyapti obunachilar. Buqalarni bir qator ko'rasizlarda, sizlarga to'liq yoritamiz. Narxlari ham doimgidek jo'n bo'ladi, xudo xolasa. Ko'ringlarchi, sekin. Bozordan ko'ra arzon oladi aka. Bozordan ko'ra arzon oladi, xudo xolasa. Mana qaranglar. Nihoyatda go'zal, xudo xolasa. Voy jonivorlar. Xo'p, ma'lumot uchun obunachilar, bo'ylarini so'raganlarga. Mana uni nechi chiqdi oxiri? 1 metrmi, bir qancha ham chiqdi. Bir qancha ham chiqdi. 1 metrdan baland. Mana ma'lumot o'rnida aytamiz obunachilar. Shu temirimiz 90. 90. Mana shu temirdan shu yergacha 90 sm. Endi mana sekin xulosa qilaverasizlar bu nechchiligi. Mana. Farruhbek, nima qilamiz? Ora-oradan olib chiqib narxlarini hozir aka 5 ta dan qilib aytaveramiz aka. 5 ta dan qilaveramiz. Katta kichik bo'lib olgan odam katta kichik qilib dona olganga ham sotiladi, xafa bo'lmanglar obunachilarim. Lekin ko'tarasiniga olganga ham beramiz. Hozir 5 ta qilib sanab qo'yamizmi? Ha, 5 ta qilib aytaveramiz aka. Eng kichigidan 1, 2, 3, 4, 5 og'iga aytamiz. 5 og'iga bir narx aytasiz. Do'kon ham bunaqa aytmaydi aka. 13 million 300 ming so'm. 13 million 300 mingdan xayri bor, kami bor, ha? Ozmoz xayrini qiladi. Bular 5 oy ham Qirg'iziston buqalar. Qirg'iziston bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Orasidan bitta olib chiqib qo'yamizmi shularni ham? Olib chiqaylik, mana shu birinchisini olib chiqib beraymi aka? Olib chiqing. Xo'p, obunachilar, bitta katta, bitta kichik qilib olib chiqamiz. 5 ta qilib juplab sotaveraman deyapti. Donaga ham sotiladi. Dona oladiganlar xafa bo'lmaydi. Bu Qirg'izistonniki, Farruhbek. Qulog'ida mana eni bilan turibdi. Qirg'izistonning buqasi obunachilar. Mana, ko'ringlar-da. Nihoyatda oyoq qo'li tikka ekan, zo'r. Gap bo'lishi mumkin. Tuyoqlarni oldim. Baylaveramiz-a? Xo'p, endi 5 taligingizni eng kattasini chiqaramiz. 5-chisini, Farruhbek. Aka 5 oy ham bular ushalmagan, hozir yetsamlar potiraveradi-da. Potiraydimi? Ha, ipga o'rganganini. Mana yechib yuboring. Bo'pti, yeching, bo'pti. Ka jonivor. Chiqdi-yu. Mana obunachilar.
To'ni ham chiroyli, qo'ng'ir. Orqalariga e'tibor berasizlar, kelganini obunachilarmi? Orqani kelganini ko'ryapsizlarmi? Oyoqlarni. Bayloring. Mana o'tam aka. Aka bayloring. 5 talikda obunachilar, ikkitasini chiqardik. Gap yo'q. Xo'p, Farruhbek 5 tadan bu yog'ini sanasak-ki. Buni pullari 13 million 300 ming. mingdan 1 2 3 4 5 Kami bor, xayri bor. Xayri bor aka. Keyin dona olaman deb Xayri qolsachi, nech puldan nech pulgacha berasiz, Farruhbek? Aka mashlar ichidan 13,5 milliondan tanlab olsin 5 olsin. 13,5 dan tanlab olasiz ichidan. Ha. Katta kichik qilib. Ha, mashlar ichidan 5 tani ichidan. Eng kichigini-chi? Eng kichigini aka 13 million 300 ming so'm. Eng kichigini puliga kattalarini ham bitta ko'tarasi olsa deb qo'yib berdi. Ha, bo'ldi, tushundim. Gap yo'q. Endi mana aka bitta shved mana. Xo'p, bitta, 3 ta, 4 ta, 5 ta aka. 5ov a? 5ovini aytamiz. Aha. 14 million 200 ming so'm aka. 5ov ham Qirg'iziston shved, a? Ha. Mana obunachilar. Orasidan olib chiqalamizmi, Farruhbek? Olib chiqa olamiz aka. Olib chiqalamizmi? Olib chiqing. Olib chiqamiz, mana shuni. Bitta katta, bitta kichikni olib chiqaylik. Ha, bitta kichigi. Mana olib chiqaylik aka, mana shu boshqacha. Bunisi umuman baylanmagan aka. Yo'q. Hozir yechganda ham bir ko'rsatardi aka. Ha. Bu sotgan odam bo'sh yurgan ekan aka. Qo'yib yuborib qamab berdi aka. Qani bir bo'ldi, oyoq qo'lni ko'rsataylik. Aka mana orqalari ham jonivor. Va bu boshqa narsa. mana aka. Gap yo'q. Bu eng kichigi obunachilar, ma'lumot o'rnida. Mana shu 5 talikda, ikkinchi 5 talikda eng kichigi. Eng kichigi ha. Qani? Aka kallalarini ham bir olib Shunga ko'rsatib. oldin ham batafsil ko'rsataydi, uzoqdan ko'radiganlar. Tuyalari ham tika tuya ekan aka. Mhm. Ha, orqalaridan ham bir olib ko'rsatib qo'ysa, iliklari ham yo'g'on aka, eng kichik emas. Gap yo'q, bayloring. Ketdi. Xo'p. Endi qaysini olib chiqamiz? Farruhbek. Aka mana uning ichidan olib chiqamiz. Olib chiqing o'sha kattasini. Mana necha oling mashinasini. Olib chiqing. Bitta katta, bitta kichik qilib olib chiqyapmiz obunachilar. Kajonov. Jalonbek aka biz aytganimiz bilan ham so'raladi. Behayr ish yo'q aka. Behayr ish yo'q. Ha. So'rab oladi, so'rab oladi. Bellarini ham olib ko'rsatib qo'ying. Bellari ham beldor narsa aka. Gap yo'q. Obunachilar, sizlardan ming bor uzr so'raymiz. O'tgan safar videoda chiqardik, to'g'ri. Mana ish paytida gapirib o'tib ketaylik shuni ham. O'tgan safar video qo'ydik, joylaganimizda yarim soatda sotildi. Qanday sotildi desak, Farruhbek o'zingiz aytib bering. Bu Samarqandga ketib qoldi aka ular. Ko'tarasiga ketib qoldi. Ko'tarasiga, zakalab tashadi. Ming bor uzr so'raymiz. Kelib 24 ta olib mol bor edi. ketishdi, Video ha. davomida mana men ham aytdim. 24 ta molni 24 kishi bo'lishib olsin dedim. Lekin hech ham aka, 1 minut. Aka 24 ta molni 24 kishi bo'lishib olsin dedik. Lekin iloji yo'q. 24 ta molni bir kishi olib ketdimi Samarqandga? Bir kishi olib ketdi. Bir kishi olib ketib qolibdi. qoldi. Qancha videoni joylaganimizga qanchada baraka olib ketdi Farruhbek? 10 minut nari berardi, lekin ketdi aka. Videoda joylaganimizga 10 minut nari berdi ketdi. Ha, aslida. O'tgan safargi olgan videomizdan ko'pchilik olaman degan, xudo xolasa bu Aka safar bitta asakali aka 5 tasini o'zingizga yoqqanini tanlab eng kichkinalardan jo'nating dedi. Endi uzr so'rang. Ular kartaga pul tashlab bo'ladi ekanda aka. Kelganina bo'lib qoldi jo'natishlar aka. Endi mana hozir 22 ta bor. Yana shu gapimni takrorlayman obunachilar. 22 ta obunachim bo'lishib olsin. Lekin ko'tarasi olaman deganlar olib ketib qolyapti-da. Ming bor uzr so'raymiz. Iloji boricha maydalab soting bu safar Farruhbek. Bo'ldi aka. Ko'pchilik olib olsin. Mana shu yerda bitta yechim mana mashaga dor aytdik aka. Qaygacha aytdik Farruhbek? Mashaga dor aytildi aka. Gap 5 ta 14 million 200 ming. Bu yoqni sanaychi. Aka bu yerda orqalarini olib ko'ring. Farruhbek shuni sanab qo'ying-da. Aka 10 tasini bitta aytamiz. 10 tani bitta aytamizmi? Qani sanaylikchi? 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 10 bir aytamiz ekan-a. Xo'p, qaysini olib chiqamiz endi oradan? Aka yoqqanini olib chiqib beraveraman aka. Mana shvedni olib chiqaylik. Mana necha bu o'zimizdan aka shved moldi bolalar. Germaniya mollari? Fermasdan olib chiqdim. Toza bo'lsak o'ta aka. Gap yo'q. Bitta bo'lsa mol qilaman deydigan odamga aka bu. Voy jonivor. Bu dahshat o'zi kerak-a bu, ha? Aka odamlar buni bozorda 17-18 milliondan olyapti mana shu bozorlarda aka.
Unaqa emas. Biz mashina ichida aka ko'tarasiga aka. Arzon berasiz ko'tarasiga, xudo xohlasa. Donasiga ham o'zini ham arzon beramiz aka. Inshaalloh. Shunaqa qiling, Farruxbek. Hozir Aka mana kalla taraflarni yo'l betligiga juda ko'pchilik quyushqondan chiqib ketdi-da. Xohlaganicha sotyapti. Biz unaqa qilmaymiz. Unaqa qilmaymiz aka, insof sari aka. Bizniki doimiy yo'lida bo'laversin, arzon sotaveraylik. Gap yo'q, baylaveramiz. Baylavering. Yana qaysini chiqaramiz, Farruxbek? Aka yoqqan, mana shu firmani bo'zagi aka. Firmani bo'zagini. Bu ham mana arqalarini ko'rsatib. Shuni ham bitta olib chiqaylik, qiziqishga. Kip katta ekan, ba'zicha gapirmasam. Mana bunaqa. Mana arqalarini, yelkalarini ham aka. Bitta olib qo'ydi shu. Mana tosiga yetib boraverasizlar bunachalar. Nihoyatda katta bo'lib ketadi bu buqachi. Mana. Kallalar. Oyog'i. Mana bunachalar. Gap yo'q. Baylaveramiz a. Xo'p, 10 talikni ikkitasini chiqardik, onachlarim. Xo'p, oradan yana olib chiqamiz, Farruxbek. Kattasidan ham olib chiqaylik. Kattasi ikkita kichkina chiqardik. Mashina chiqaramiz. Xo'p, boyakalar 10 talikda kattalarni olib chiqishni boshladik. Qirg'iziston, Shved buqasi obunachilar. Yana takror aytamiz, bular oldin kelib shu yerda baqirib turgan. Yo'lbek. Sal yurgizingda, Farruxbek. Ana ashetini ko'rib bo'ldi. Oldini so'raganlarga. Kallalarni ham bir olib ko'rsatib qo'ygan u ham kallalar. Gap yo'q. Baylaveramiz a. 10 talikdan 3 ta chiqardik. Monisini ham bitta kichigini qaysini chiqaramiz? O'rtachasini ham mana. Bu o'rtachasidan ham chiqaraylik. Moni bitta chiqaraverasiz. Yeching. Xo'p, obunachilarim 10 talikdan chiqaryapmiz mana orasidan. Shu mashetdagi chiqdi. Ko'ringlarchi oyoq qo'llarini. Bitta narsani aytaman, obunachilar, bunaqa qilib terib olishlik oson emas. 22 ta molni shunchalik terib, hozir yo'lni bekit paytida xalqqa taqdim qilish oson emas. Sal bu yoqni o'ting. Kallasini ko'rsating-da. Bo'lib ham Qirg'izistonning buqalari obunachilar. Mana Gap yo'q, baylaveramiz a. Xo'p. Farruxbek 10 talik edi. Bitta ko'rsatib qo'ying, qaydan boshlandi 10 talik? Aka 10 talik mashinadan boshlandi. Qizilimizdan a. Bitta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. Mana mengacha 10 ta. Shu 10 ko'tarasiz. 10 14 million 900 ming. 14 million aslida nech puldan nech pulgacha molingiz bor? Dona olib qolaman. Dona olib qolsa bu yerda aka mo bo'zaklarda Shved bo'zaklar bozorda ham 16-16,5 ming oladi aka, mana shu bo'zaklarda aka. 7 million ham qilib olyapti odamlarda aka. Toza bo'zakda endi. Xo'p. Hozir bunday qiladi. Ichidan katta kichik qilib olaman deb bo'lsa-chi Farruxbek? Donaga aka 15,5 million bersin uni Shved bo'zakka aka. Shvedga 15,5 million. Mo kattalari-chi? Kattalarini ham aka mana shu kattasini ham 15,5 ming chiqarib olsin. Kattani ham 15,5 mingga beraverasiz. Chiqarib olsin mashina ichidan. Mashina ichidan 15,5 mingga olaversin, tanlab. 15 million 300 mingga chiqarib olsin beradi. 15 million 300 mingga tanlab olaversin, ha? Demak, 15 million 300 mingdan nech pulgacha molingiz bor eng kichik? Eng kichigi aka 14 million 900 ming. 14 million 900. Ko'tarasiga olganga 14 million 900 ash kichigini puliga. Bo'ldi bering. Bo'ladigan qo'yiligi. Bo'lar ekan, Alloh rozi bo'lsin, Omil, Alloh rozi bo'lsin, shunchalik to'plabsizlar. Rahmat. Obunachilar, mana o'tgan videolarimda aytaman, atiga 15 yo 12 minutlik video bo'ladi. Bu darajaga olib kelguncha 3-4 soat vaqt ketadi. Qolgan mehnatini hisobga olmaganga. Oddiy YouTube'ga tayyorlash uchun 3-4 soat vaqt ketadi 10 minutlik videoga. Undan oldingi mehnatlarni qo'yaveringlar. Shunchalik 24 ta mol to'plab olish oson emas. Xudo xolasa. Endi mo kattasi qoldi, Farruxbek. Kattasi qoldi. Mana shu ikkitasi qoldi aka, mana bo'zakni ko'rsating bellarini. Aha. Yaxshi. Bular nech puldan endi Farruxbek? Bir ko'rsata olamizmi? Ko'rsata olamiz aka. Yechinchi. O kichigini ham bitta yechib bering, uni ham ko'rsatib qo'y.
Ka jonivor. Bu o'zimiz Qirg'iziston ekan bu. Qirg'iziston aka bu bizga. Qirg'izistonniki obunachilar ma'lumot o'rnida. Bizga aka. Voy jonivor. Mana uzoqdan. Oyoq qo'llar. Tuyalari ham stakan aka. Stakan tuyog'i ekan. Gap yo'q, baylaveraylik. Burundan baland bo'laringiz. Voy burundan baland aka bular. Mana mashi 90 mana temirimiz yerdan. Kattani ham yechamizmi? Yechaymi aka? Bitta yechingchi qiziqishga. Buni ham ko'rsin aka. Qani obunachilar kattasi chiqdi endi. Birinchida turgan buqamiz. Kechi orqalarini ham olib bir ko'rsating. Yalam ekan. Yelkalarini ko'rsating bizda aka. Bellari ham o'ta beldor. Nihoyatda kuchli ekan obunachilar. O'g'ondan maza qiladi lekin. O'ynaversin. Ka. Turishini qarang buni. Voy jonivor. Gap yo'q. Farruxbek sekin akaga beravering, baylaveringlar-da. Ikki sudrayman deydi. Farruxbek pullar. Ikkovi. 16 million 500 ming aka. 16 million 500 ming. Xayri bormi? Ozmoz xayri bor aka. Obunachilar bitta gap aytaman, nihoyatda jo'n bo'ldi. Farruxbek Alloh razı olsun. 16 million 500 mingni ikkovini olganga beramiz aka. Ikkovini olganga 16 million 500 mingga ketdi. Ketdi. Kichigini puliga kattasini qo'shib beryapmiz aka. Bu endi Farruxbek narxlar aytildi, batafsil ko'rsatdik xudo xolasa. Pullarni ham batafsil aytib o'tdi. Yetkazib berish xizmatlari. Dastavkasi bor aka. Ash pul ichida. Ash pul ichida. Ha, kelishgan pul ichida xudo xolasa. Bor. Bo'ldi. Obunachilar bitta ish qilaman, ichida sabr qilasizlar. Oldin ham bitta ko'rsatib bering. Aka 5 ta olganga dastavka 4 ta 5 ta. Agar bitta olganga ham qilib beramiz, yo'limiz ash tomon bo'lsa aka. Ha. Aytdingiz deb ikkamiz ham yolg'onchi olmaylik aka. Hoppa, obunachilar o'tyapman. Old tomondan. 90% oq quloq oqdim shu. Ketdi mana ko'ramiz. Ko'ringlarchi. Mana. Voy jonivorlar. Bunaqasi nihoyatda kam bo'ladi. Terib qo'yibdi o'zi ham. Mana. Kelaverasizlar obunachilar, qo'ng'iroq qilaversa, quyida ikkita raqamni qo'ydiryapman. Onlayn, offlayn savdo qilib beramiz, Farruxbek. Ha, aka. Mana obunachilar. Ha, jonivorlar. Akalar oldin ham ko'rsatdim, endi asosiy joyi qolyapti. Men doim aytaman, 22 ta mol, 22 kishi bo'lishib olsin. Lekin o'tgan safar iltimos sizlar bizdan xafa bo'lmanglar. Samarqandlik aka olib ketib qolibdi, 24 ta chiqaruvdik. Endi Farruxbek aytayapti, dona olganga ham beraman deyapti, 5 ta olganga ham beraman deyapti. Ko'tarasiga ham aytib qo'y, qiziqqan bo'lsa deyapti. Farruxbek ko'tarasiga. Ko'tarasiga bir olsin aka, 14 million 400 ming so'mdan dastavkasi ichida aka. Qaygacha? Vodiycha aka. Vodiy bo'ylab obunachilarim. 14 million 400 ming so'm. 14 million 400 ming so'mdan hayron qilib berasiz. Ozmoz o'tib beramiz. Bo'laveradi. Behaylish yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Ketdi xudo xolasa. Dona ham olaverasizlar, ko'tarasiga ham olaverasizlar. Rahmat, hammaga sog' bo'ling.